hech ahamiyat qilasizlarmi? Mana shu uzoq yo'lga dalniga chiqamiz-ku, tez ketamiz, boshqa qilamiz. Mana shu oynamiz laboyimizda mana shunaqa chivillab kelib urilib, hasharotlar hamma yon dog'-dug' qilib, ko'rib bo'lmaydigan qilib tashlashadi. Olib kelib uraveradi. Qancha tez yurgan sayin shuncha ko'payib ketaveradi. Ya'ni uzoqqa borishingizga har bittasi qanaqadir ma'noda ozgina kelib urib o'zini xalaqit qiladi demoqchiman. Bir xilla tushib har 2-3 kilometrda tushib mashina artaman deydi yoki voy chivinlarni dabdala qildim, o'ldirdim, u qildim deb to'xtab yurib har bittasiga ahamiyat qiladigan bo'lsangiz, manzilingiz ham uzoqlashib ketadi, yetib borishingiz ham qiyin bo'ladi. Iloji yo'q narsa. Misol uchun ahamiyat qilmasdan ozgina sabr qilib faqat oldinga qarab bosib mayli laboy kir bo'lsa ham yetib olsam bo'ldi deb qancha tez yetib olsangiz, keyin olib borib bitta mo'yga yetkazib toza qilib yuvib tashlagan 1000 marta yaxshi. Men nima demoqchiman? Bo'g'onman. Mana shu bir maqsad sari yo'lga chiqasiz-ku, orzularingizni erishaman deb maqsad sari yo'lga chiqqaningizda har xil odamlar bor, mana shunaqa chivillarga o'xshagan. 1000 xili bor. Yirigiga, maydasi, o'rtachasi kelib uradi, xalaqit qilaveradi, yo'lingizdan to'g'anoq bo'lib, yo'lingizdan ayni tish harakat qiladi. Har bittasiga ahamiyat qilib, har bittasiga rahm qilib, uni fikrini tinglab, bu bo'lsa, mana shunaqa qiynalib borishingiz juda ham qiynalishib ketadi. Undan ko'ra hech qayerga qaramasdan, hech qaysini gapiga ahamiyat qilmasdan, mayli gapirsa, xalaqit qilsin, bu hasad qilsin, boshqa qilsin, faqat oldinga qarab bosish kerak-da, manzilga, o'sha orzularingizga yetishib olib, bitta mo'yga yetib hammasini yutib tashlash kerak. Nima deydilar? Bu meni shaxsiy fikrim. Fikringizni kommentariyada qoldiring.